Assalomu alaykum YouTube kuzatuvchilari hamda Mebel kanalimiz doimiy kuzatuvchilari, do'stlar, sizlar bilan har doimgidek Kamila boshlovchingiz Maqsud Kamlat Karimov. Sizlar bilan yana do'stlar diydor ko'rishib turganimizdan juda ham xursandmiz. Juda ko'pchilik so'radi, bizdan iltimos qildi, kommentariyalar juda ko'pchilik o'qidim. Penal kamot troykalarni video obzor qilib kanalga joylang deganlar ko'p bo'lgani uchun bugun sizlarga eksklyuzivniy video obzor tayyorlaymiz. Xudo xolasa birinchi hovuzdan o'zi ishlab chiqargan, shunaqangi juda ham chiroyli bo'lgan, juda ham sifatli bo'lgan, Crashing MDFdan qilingan hamda MDF mahsulotlaridan qilingan penal kamot troykalarimizni sizlarga chiroyli holatda video obzorini qilib beramiz. Undan tashqari teaser qo'yadigan podstavkalarni ham video davomida ko'rsatib o'tamiz. Do'stlar, ishoninglar, narx juda arzon bo'ladi. Vodiy bo'ylab dastavkasi mutlaqo bepul bo'ladi. Boshqa viloyatlarga kelishilgan holda bo'ladi. Do'stlar, sizlarga maroqli hodisa tilaymiz. Agar sizlar tayyor bo'lsalar, bugungi video obzorimizni boshladik. Qadrdonlar, bugungi video obzorni boshladik. Usta Qudratullo, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Jimsiz, charchamayapsizmi? Ishlaringiz yaxshimi? Xudo xolasa penal kamotlaringizni ko'rdik. Sifatiga umuman gap so'z bo'lishi mumkin emas. Gap yo'q chiqqan. Bemalol kanalimiz obunachilarga tavsiya qilsam bo'ladi. Qudratullo, xudo xolasa sexta adresi bilan 705 xizmatlarini bir qator aytib qo'ysangiz, bugungi obzorimizni boshlasak ham bo'laveradi. Biz ishlab chiqarish seximiz Andijon tuman Nayman mahallasida. Xudo xolasa vodiy bo'ylab dastavka qilib beramiz mebellarimizni. Xudo xolasa vodiy bo'ylab dastavkamiz mutlaqo bepul bo'ladi. Endi misol boshqa uzoq viloyatdan ko'rayotganlarga ham yetkiz berish imkoni bor, faqat pulli bo'ladi dastavkasi. Dastavkasini kelishamiz qilib pakovka qilib berasiz, kelishiladi. Gap yo'q. Keling, birinchi shu ishimizdan boshlasak. Buni razmerlari, xom ashyolari. Penal kamotimiz razmeri eniga 330, bo'yi 240 razmerda. Crashing MDFdan tayyorlangan. Crashing MDF. Gap yo'q. Tepadagi qoshlari ham juda chiroyli chiqibdi. Hozir nechiga joyiga tushadi dedingiz buni? To'liq razmeri 330 bo'ladi, 3,5 joyiga tushaveradi. Buni ikkala video burchagiga kamotini qo'yib turib, o'rtaga penalini qo'ysa ham bo'laveradi. Ko'chaga penal, o'rtaga kattaroq joylarimiz bo'lsa, shunaqa qo'ysa bo'laveradi. Alohida ajratib qo'ysa ham bo'laveradi. Buni ichlarini ham ochib ko'rsatsak. Xo'p, ichlari polkali ekan, gap yo'q. Tomonlari ham polkali qilingan. Polkalarimiz birli polka qo'yilgan, har qancha idishlar bo'lsa ko'taradi. Mexanizmlari vakuumli bo'ladi. Qo'li kesmaydi hammani. Qo'l kesmaydigan qilib ishlangan. Mexanizmlari o'zi lekin bitta narsa zo'r o'tdi, oynasi birli qo'yilgani ancha pishib o'tdi. Keyin yana bitta narsani aytib o'tamiz. Noshkalari temirdan ishlangan. Har qancha yuklar bo'lsa ko'taraveradi. Temirli, ha? Lekin usta shu joyda mana bitta ish sifatini ko'rsatishimiz kerak. Do'stlar, mana ish sifatiga bitta e'tibor berib ko'rasizlar. Ishlovlari, kraskalari hamma yo'g'iga umuman gap so'z bo'lishi mumkin emas. Ish o'ta zo'r chiqqan. Qudratullo, bu nechta pul qilib beramiz? Bu ishimizni 5,5 million so'mga vodiy bo'ylab dastavka qilib beramiz. Qolgan viloyatlarga kelishilgan holda jo'nataveramiz. 5,5 million so'mga vodiy bo'ylab yetkazib beriladi. Endi buni razmerlari katta kichik qilish imkoni bor. Imkoni bor. Gap yo'q. Xo'p, keyingimiz xuddi shuni gold svet. Shu fasonimiz shampan sveti. Buni razmerlari bir xil. Razmeri bir xil. Razmerlarigacha, ishlovlarigacha bir xil. Lekin qoshlarini ham ancha sifatlisidan qo'yilibdi. Gap yo'q. Keyin oyoqlarda ozgina farq bor. Oyoqda. Lekin narxi bir xil. Narxi bir xil. Bu ham 5,5 million so'mga do'stlar vodiy bo'ylab dastavka qilib beradi. Boshqa viloyatlarga kelishilgan holda. Endi misol buni ham rangini tanlash imkoni bor. Rangini oq svetda, молочный, shampan shu rangda qilib beraveramiz. Shu rangga qilingan. Gap yo'q. Xudo xolasa do'stlar, telefon qilaverasizlar. Endi mana bu tomonda yangilik ishlarimiz ham bor ekan. Juda chiroyli chiqibdi. Ularimiz nima endi usta? Bularimiz pattivi, teaser podstavka hisoblanadi. Fasadlari Crashing MDFdan ishlangan. PVH kromkada. Mexanizmlari vakuumli.
Bunimiz razmeri 1.80 ga, bo'yi 60 cm bo'ladi. Hozir bundan asosan nima uchun foydalanishyapti ko'proq? Buni mehmonxonalarga qo'yib, tepasiga televizor ilinadi. Televizor qo'ysa Televizor bo'ladi. qo'yiladi. Eshiklari ham ochiladi, gap yo'q. Buni ham hozir ranglari bor ekan, qora, seri, oq, gold svetda. Bularimiz necha pulga beramiz endi? Bularimizni $120 qilib beramiz. Buni ham vodiy bo'ylab dastavka qilib beramiz. $120 vodiy bo'ylab dastavkasi ichida. Xo'p, tushunarli bo'ldi. Endi keyingilarimizga o'tadigan bo'lsak, Bularimiz Troyka 8069 modeli. Razmeriga keladigan bo'lsak, 340, 3,5 joyga tushadi. Bo'yi 2,5 metr. 340 2,5. Bu ham polni MDF ishlangan. Bu ham MDFdan ishlangan. Xo'p, buni ham oynalari ham ancha qalin oynalar qo'yilibdi do'stlar. Mana ko'rsanglar bo'ladi, birli oynalar qo'yilgan. Bu ham vakuum mexanizm ekan-a? Bu ham vakuum. Gap yo'q. Bunimiz nechi pul? Bu ishimizni 5.800.000 so'mga vodiyga dastavka qilib beramiz. 5.800.000 so'm. Bu ham juda chiroyli chiqqan. Buni ham ranglari bor. Ranglari hozir shampan rangi, молочный rangidan bor. Alosh rangidan bor. Gap yo'q. Korishniy rangidan ham qilib beramiz. Nargi ham shu bilan bir xil. Kelasi bir xil. Ikkalasi bir xil qilingan. 5.800.000 so'mdan tanlab olaversa, endi ranglari misol uchun o'zgarsa narx o'zgarmaydi, razmeri o'zgarsa narx o'zgaraveradi. Kattaroq, kichikroq qilish imkoni Buni bor. razmerini o'zgartirib olmaymiz. Shu razmerda qilib beramiz. Rangi o'zgarsa puliga ta'sir qilmaydi. Puliga ta'sir qilmaydi. Xo'p, bularimizni ko'rsatib o'tdik. Bularni ham ko'rsatib o'tdik, lekin shu ham zo'r yangilik bo'ldi, menga juda yoqdi. Misol uchun mehmonxonalarga qo'ysa, bular bilan bir yo'la misol podsvet qilib qo'shilsa ham bo'laveradigan holatda. Gap yo'q. Xo'p, stol stulimizni ham ko'rsatib beramiz bo'lmasa. Stol stullarimiz asosan hovlilar uchun ishlangan. Zanglamaydi, temirdan ishlangan. Zanglamaydigan, chiroyli chiqqan. Bular talabga qarab 8 talik, 12 talik qilib tayyorlab beraveramiz. 8 talik, 12 talik, 4 talik ketaveradi. 4 talik tayyorlab beramiz. Xo'p, hozir bunimiz 6 talik ekan. Bu necha pulga beramiz? Bunimiz 6 talik 1.800.000 so'mga buni ham dastavka qilib beramiz. 1.800.000. Vodiy bo'ladi dastavkasi. Vodiy bo'ladi dastavka bor. Gap yo'q. Buni ham ranglari o'zgarsa, narx o'zgarmaydi. Kimdir gold rangini, kimdir boshqacharoq rangini tanlashi mumkin. Xo'p, tushunarli bo'ldi. Iloji boricha sizlarga. Usta hozir kimdir oynasiz variantini so'rab qolsa, oynasiz. Narxidan necha pul o'tiladi? Agar tepadagi oynasi bo'lmasa, 500.000 so'm raznica bo'ladi. 5 million so'mga olib borib o'rnatib beramiz. 5 million so'mga olib borib o'rnatib beraverasizlar. Oynasiz bo'lsa. Oynasiz bo'lsa. Gap yo'q. Xo'p, menimcha hamma ma'lumotlarni berib o'tdik. Qudratulloh, sizga ham katta rahmat. Aka, rahmat. Alloh rozi bo'lsin. Do'stlar, yangi video obzorlarda ko'rishguncha sog' bo'linglar. Salomat bo'ling.